Yüzünüzden başka hemmede ham sizning yaxshi kun ko'rishingizni xohlamaydi. Hemmede ham o'zini yaxshi kun ko'rsa, rahat yashasam deb o'ylaydi. Dunyodagi hemmede ham sizning dushmaninglar. Hemmede. Haqdan sizlarga yaxshilik yetmaydi. Agar boshqalarga yaxshilik qila olsanglar, foyda yetkiza olsanglar, sizni yaxshi ko'rdi. Hech qanday foydani tegmasa, sizni dushman o'rnini ko'rdi. Shuni boshqalarga aralashib nima qilmayman. Agar men siyosiyon, ya'ni bir amaldor bo'lsam, boshqalar bilan aralashishim kerak. Ya'ni kadr bo'lgan bo'lsam. Agar men bir amaliy bir savdo qiladigan do'kon chiqqan bo'lsam, boshqalar ancha-muncha aralashib qo'ysam bo'ldi. Do'konim kirib mal olmay qolamki-da. Mening mijozimni-chi, fansilarim bo'ldi. Mening xaridorlarim kim o? Mening fansilarim, meni yaxshi ko'rgan, mening mijozimni, mijozimni yoqtirgan kishilar. Shu men boshqalar bilan bak arilib apaq-chapaq bo'lib ketishimninki men uchun hech qanday bir zaruriyat yo'q deb qarayman. Kim bilan yaqin tursanglar, shu odam sizlarga rahat tuyg'u bersa, shuningla yaqin o'tsanglar bo'ldi. Masalan, bu mening mijozim. Mayli singlim bo'lsin, mayli akam bo'lsin, mening qishimda tursa, ya o'g'it gap qilsa, ya birsini g'ayutni qilsa, ya bir pasib gap qilsa, men biyaramdan bo'lsam, qishi turmayman. Kim aralashmayman. Et bayramlar ko'rishib qo'yman, voy qanday ahvoling deb. Lekin berish kelishmayman. Pushaq tushak berish kelish qilmayman. Voy nima ish qilyapsiz aka, uy kirmamsa demayman. Mening qo'yim. Masalan, mening bir inim bor. Qishimga kelsam qat rahat tuyg'u berdi. Shunda, lekin ashufkamni izlab turmayman. 3 kunda bir, 2 kunda bir nima ish qilyapsa, chunki men biyaram qilmayman. Men nima demoqchi desam, do'stlar. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, bizni biyaram qilmay, bizni xil rahat berish olsa bizga, shu odam bilan yaqin o'lsak bo'ldi. Bo'lmasa mayli onamiz bo'lsin, dadamiz bo'lsin, tog'amiz bo'lsin, xotinimiz bo'lsin, yana bir narsamiz bo'lsin. Muvofiq aralab saqlagan eng yaxshi. Adliqdan hurmat shakllandi. Men ashtaq yavoyi adam. Bu deganimni to'g'ri deb qarayman. Lekin sizlarmi o'zingizning yashash usulingiz bo'yicha yashashinglar bo'ladi-mi? Menda qiling degan gap emas. Men mushunda yashasam rahat yashayotganman.